Ba'zida odamlar seni yoqtirgandek ko'rinadi. Tabassum qiladi, holingni so'raydi. Hatto aka, uka deb chaqiradi. U seni qulashingni kutadi, lekin yuzida kuladi. Shunaqa do'stlar bor, dushmandan ham xavfliroq. Soxta do'st seni dushmandan himoya qilgandek ko'rinadi, lekin aslida ichingni bilgan dushmaning eng xavfli dushmaningdir. U senga kerak bo'lganda yo'qoladi, lekin foyda topmoqchi bo'lganda birdan paydo bo'ladi. Bunday odamlar sening muvaffaqiyatingni ko'ra olmaydi. Ular seni xatolaringni kuta-kuta yashaydi. Ammo sen baribir to'xtama. Yurishingni, harakatingni, niyatingni o'zgartirma. Soxta do'stlarning har biri hayotdagi dars. U seni ogohlantiradi. Kimga ishonish kerakligini o'rgatadi. Shuning uchun xafa bo'lma. Soxta odamlar ketganda aslida sen yengillik topasan. Chunki Alloh har doim rost yurakli insonlarni himoya qiladi. Unutma, vaqt hamma narsani ko'rsatadi. Kim chin yurakdan edi, kim niqob taqqanini. Shunchaki jim yur. Hech kimni yomonlama. Chunki jimlik eng kuchli javob.